Assalomu alaykum. Kreativ fikrlaydigan game sanoat muxlislari. Oddiy desham noto'g'ri, dasturchilar o'zi zo'r bo'ladi. Ko'rsam men uchun umuman yangicha so'zlar ishlatildi hozir. Lekin jarayonda tanishib olamiz. Aynan mana shu xonada $1 million o'yinlar yaratiladi, to'g'rimi? Shunaqa bizga ham bo'ladi. Komanda bilan tanishdingmi endi? Это ад. Воплоти. Тяжело, но мы стараемся. Тяжело. Savollaringizni bo'lsa beravering sразу. Mana o'zim. Nimaga ko'p gap eshitasan? Shu o'zimga ham qiziqligi bor. Ko'proq o'yin o'ynanglar. Mana sizlarga maslahatim. O'y. O'zbekiston Kreativ assotsiatsiyasi juda ko'p imkoniyat berdi. Hozir qattiq tanbehlar ham berishyapti. Xalal bermaymiz. Baksiz o'yin bo'lmaydi. Baksiz o'yin dunyoda yo'q. Hamma o'yinda $1 milliard topmasin o'yin bug bo'ladi. Men boshlaganimda ota-onam bilan juda ko'p urushganman. Bu sohada sen ishlolmaysan, bu soha rivojlanmaydi, ertaga oilangni boqishing kerak. Endi erkak kishilar hammada bo'ladigan narsa ertaga oila boqish kerak. Blogerlarimiz gap borku, orzular orzuligicha qolmaydi degan. Windrose hozir hate bo'lishi mumkin. Ochuvchi aytaveraman. Menimcha boshqa davlatda o'tirishibdi, O'zbekistonda emas. Bu joyni qo'yamizmi, o'ylab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Kreativ fikrlaydigan va raqamli olam hamda game sanoat muxlislari. Bugun biz YouTube tarmog'ida oddiy suhbat o'tkazmaymiz. Bugun biz Talent Bridge rahbari hamda Uzbekistan Creative Association a'zosi Hikmatilla Arlaberganov bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Hikmatilla. Yaxshimisiz? Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz va Hikmatilla o'zingiz tanishtirishingizni xohladim, chunki sizni gamerlar yaxshi taniydi, lekin tanimaganligi ham ozgina podskaska berib ketsa. Ismim Arlaberganov Hikmatilla, yoshim 24 da. Shu hozirgi kunda Talent Bridge kompaniyasining direktori va yuqorida istorib aytganlaridek O'zbekiston Kreativ assotsiatsiyasini a'zosi sifatida ishlab yuribman. Shu sohada taxminan 7 yildan oshiq faoliyat olib boraman. Ya'ni boshida o'zim boshlaganimda oddiy o'sha dasturchi, oddiy desham noto'g'ri, dasturchilar o'zi zo'r bo'ladi. Dasturchilardan boshlab o'sha Unity platformasida o'yin yaratib turib, hozirgi kunda shu komandam bor, studiya bor va ishimizni yanada masshtabliroq qilib olib boramiz. Sizni ishtirokingizni Game Festda ham kuzatdik. Menimcha organizator sifatida u yerda ishtirok etdingiz, komanda safida edingiz. Bundan xursandmiz. Keling, hozir biz sizga beradigan savollar orqali game sanoatida yaratilayotgan imkoniyatlar va yaratilishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar eshiklari ochilishi mumkin. Keling, harakat qilamiz shu narsaga va bizni jamoangiz bilan tanishtirgan holda savollarimizga javob berishni boshlasangiz. Bo'l. Maksimal harakat qilamiz. Ketdik. Hikmatilla, yosh bo'lishingizga qaramasdan siz ham rahbarsiz, ham developersiz. Bu jarayon qanchalik qiyin, qanchalik mas'uliyatli? Rahbar sifatida mas'uliyati juda ham katta. Developer sifatida hozir o'zingizlar ham jarayonni ko'rsanglar bo'ladi. Komandamiz brainstorm o'tkazyapti. Ya'ni kunning boshida biz shu hamma proyektlar bo'yicha bitta brainstorm o'tkazib olamiz. Ya'ni kimga qanaqa zadacha, kim nima ish qiladi bugun va hafta davomida va oy davomida полностью shuni sistema qilganmiz. Ya'ni dasturchi kelib turib bugun nima ish qilaman deb o'tirmaydi. Уже zadachasi, ya'ni o'sha bugun qiladigan ishi tayyor bo'ladi va agar savollar bo'lsa, Scrum Master degan ishchimiz bor va game designer asosan shu razработчикларni zadachalari bilan shug'ullanadi va o'zingizlar ham ko'rishingiz mumkin jarayonni. Ko'rsang, men uchun umuman yangicha so'zlar ishlatildi hozir, lekin jarayonda tanishib olamiz. Hozir mana jarayon ketyapti, brainstorm, ya'ni game dizaynerimiz va senior razработчикimiz bolalarga полностью tushuntiryapti proyektimizni, qanaqa yo'llar bilan oson razработать qilsa bo'ladi, qanaqa problemalar bor proyektni o'zida va o'sha
qiyinchilik tug'dirayotgan savollarga javob berib, hamma o'zini fikrini aytib, nima deydi, shu brainstorm jarayoni olib boriladi. Aynan mana shu xonada $1 million o'yinlar yaratiladi, to'g'rimi? Shunaqa desak ham bo'ladi. Hozirgi kunda bolalar kontentini rivojlantirish markazi bilan ishlayapmiz va shu bo'yicha ham yosh bolalarimizga, yosh avlodga nima deydi, fikrini to'g'ri qila oladigan, yaxshi fikrla oladigan, liderlik kачествосini rivojlantiradigan va shunga o'xshagan ko'plab kачествоlarni rivojlantiradigan o'yinlar ishlab chiqaryapmiz. Ya'ni qanaqadir otishma yoki yovuzlikdan chetga chiqib, o'sha bolalarimizga foydali bo'ladigan kontent va foydali bo'ladigan o'yinlarni yaratish jarayonidamiz. Qizlarni kuzatinglar, farzandinglar o'ynayotgan o'yinlarni balki shu komanda yaratgan bo'lishi mumkin. Hozir qattiq tanbehlar ham berishyapti, xalal bermaymiz. Siz bilan esa suhbatimizni davom ettiramiz. Buning uchun albatta biz alohida xonaga o'tamiz. Hikmatilla, intervyuimizni endi ko'rayotganlar game developer o'zi kim degan savolni berishlari mumkin. Keling, batafsil ma'lumot berib o'tsangiz shu haqida. Game developer shu o'yin yaratuvchi dasturchi bo'ladi, ya'ni IT dasturchilari bilan kreativ sohadagi dasturchilar har xil bo'ladi. Ya'ni IT-da o'sha sayt, mobilniy приложение yoki qanaqadir Telegram bot yaratiladigan bo'lsa, kreativ sohada shu game developer degani u ham dasturchi hisoblanadi, u ham dasturlash tilida yozadi. Lekin o'yin uchun moslashtirilgan kodlar orqali kutubxona deymiz, dasturlash o'sha C# dasturlash tilida yoki C++ dasturlash tilida bu tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin o'sha o'yin Tushunarsiz bo'ladida. dasturlash tili hisoblanadi ular. Ya'ni bu tillarni boshqa sohaga ham ishlatsa bo'ladi, lekin o'yin yaratishga ham ishlatsa bo'ladi. Uning uchun har xil bibliotekalardan foydalanib, o'sha o'yin uchun moslashtirilgan bibliotekalardan foydalanib kodlar yozishadi. Bu degani, masalan, dasturlash tillarini o'zini kutubxonasi bo'ladi. Kutubxona degani qaysidir jihatni, o'yindagi qaysidir harakatlarni bajarib bera oluvchi kutubxona hisoblanadi. Ya'ni o'yinchi prosta yurishi bor, ya'ni o'sha personaj передвижение, movement deymiz, ya'ni o'sha yurishi uchun определенный kutubxona ishlatiladi. Boshqa narsalar uchun masalan UI UX bo'lishi mumkin. UI UX degani o'sha interfays, bu любой IT sohadagi bo'lgan odam tushunadi. O'yindagi UI UX uchun отдельный kutubxona ishlatiladi. Buni faqat game developerlar tushunadi. Da. Men hozir yo'lda kelguncha o'yin yaratuvchi inson bilan suhbatlashaman deganimda, ular jinni bo'ladi-yu, deb aytishdi-da. Men unaqa deb o'ylamayman, lekin qandaydir elementlari bo'ladimi shu jinnilikni? Jinnilik deganda Endi albatta qo'shtirnoq ichida. Ha, kreativi, fantaziyasi juda ham kuchli bo'ladi. Ya'ni o'sha tasavvurida o'yinni noldan boshlab tugatgungacha o'ylab chiqadi. Ya'ni o'sha perioddagi hamma jihatlarini, o'yindagi bo'ladigan действияларni hammasini o'ylab chiqadi. Kod yozadigan, sayt yaratadigan odam bu darajada o'ylamasligi mumkin, lekin imенно o'yin yaratuvchi fikri, ya'ni ichki dunyosi juda ham katta bo'ladi va o'sha ko'proq ichki dunyosida yuradigan odamlar bo'ladi-ku. Shunaqa hisoblanadi. Ichki dunyosi juda ham boy, fantaziyasi juda ham kuchli. Har bitta detalni tasavvur qilib bo'lgan bo'ladi o'yin yaratuvchi. Agarda mana shu kompyuter oldida 1 soat ichida o'yin yaratib berish imkoniyati sizga taqdim etilganda, 1 soat ichida o'yin yaratib bera olasizmi? Ha, lekin yo'q. Qanaqasiga ha, lekin yo'q? Kichkinagina o'yin yaratsak bo'ladi. Bitta barmoq bilan o'ynaladigan o'yin deyiladi bu narsalar. Ya'ni kam vaqt o'ynaladigan o'yinlar. Masalan, bitta dumaloq sharni boshqarib o'tirishingiz mumkin, qanaqadir monetka yoki gul yoki nimadir terib yurishi mumkin. Bo'ldi.
aynan mana shu kompyuterlar oldida soatlab o'tirasizlar-da. Ba'zida uxlamaydigan kuninglar ham bo'ladi. Shunaqa kunlardan o'tdik. O'tdinglar va aynan mana shu jarayonda o'yinda qandaydir nosozlik kelib chiqish ehtimoli bormi, yo'qmi? Uyqusiz tunlar bilan har doim va har yerda nosozlik kelib chiqadi. Buni bug deymiz. Ya'ni xatoliklar o'yindagi. Dasturchi o'zini xatosini hech qachon o'zi ko'ra olmaydi. Ya'ni kim o'zi ko'radi uni? testerlar bor, ya'ni o'yinni o'ynab ko'rib, umuman dasturlashga aloqasi bo'lmagan odamlar, ya'ni siz ham tester bo'la olasiz, chunki sizni o'yindagi поведениеңizni nima deydi, oldin aytib bo'lmaydi. Siz har xil o'ynaysiz, mana operatorimiz har xil o'ynaydi, men har xil o'ynayman. Masalan, hammamiz biladigan GTA o'yini pesочница deyiladi, ya'ni ochiq dunyo. A точкаdan B точкаga boradigan задача yo'q u yoqda. Tushunarli. O'shaning uchun unaqa o'yinlarni har xil odam har xil o'ynaydi va o'sha har xillikdagi chiqib keladigan baglarni siz topishingiz kerak. Bagsiz o'yin bo'lmaydi. Bagsiz o'yin dunyoda yo'q. Hamma o'yinda milliard dollar topmasin o'yin bug bo'ladi. Har bitta jarayonda murakkabliklar, yiqilishlar, qiyinchiliklar bo'ladi. 24 yosh bunaqa olib qaraganda o'ta yosh emas. Aynan mana shu 24 yoshingizga rahbar lavozimiga kelguningizgacha qancha dakka eshitdingiz, qancha qiyinchiliklardan o'tdingiz, qancha proyektingiz o'xshamadi, shu haqida ham gapirib bering. Shu oxirgi 2 yil, 2,5 yil davomida gap eshitmagan kunim bo'lmasa kerak. Chunki undan oldin o'zim ishlardim, ya'ni frilanserlik qilardim. Hali boshlagan paytim unchalik ko'p studiyalar ham, kompaniyalar ham yo'q edi. O'zbekistonda imенно o'sha o'yin sanoati uncha rivojlanmagan. Почти 0 desa ham bo'lardi men boshlagan paytim. Hech kim ishonmagan bu narsaga. O'yin sanoati rivojlanadi. O'zi o'yin sanoati nima u? Bormi bu dunyoda o'yin rostdan ham yaratiladimi? Men o'zim kirgan paytim Alisher Ahmedov degan odam sababchi bo'lgan o'yin industriyasiga kirishimga. Menga YouTubedan video tashlab bergan. Men u payt C++ larni o'rganib yurardim. U paytda front-end yoki back-end razработчиклар juda ham trendda edi. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, YouTube video tashlab bergan bitta bola tank o'yinini yaratyapti. Ya'ni yoshligingizda agar o'ynagan bo'lsangiz 2D formatida tanklar urushib yurardi. O'shani 3D formatini yaratyapti. O'sha minutgacha men hayotimda umuman o'ylamaganman o'yin yaratib bo'lishini. Ya'ni savol meni ham qiynaydi. Bu darajada nima deydi? Sodda savol bo'lishi mumkin, o'yin yaratsa bo'ladimi degan. Bu juda ham sodda savol, juda ham grubo aytganda tupoy savol. Lekin ularni ham kimdir yaratadi-ku, osmondan tushmaydi-ku o'yinlar. O'sha narsada men hayron qolganman. Ya'ni shu paytgacha o'ylab ko'rmagan ekanman o'yin yaratsa bo'lishini. Komanda bilan tanishtiring endi. Bor. Boya tanbeh eshitishyotdi, ishlarni kelishib olishyotdi, xalal bermaylik dedik. Bitta tanishtiring, keyin batafsil aytaman. Kostya Konstantin, технический геймдизайнер, ya'ni dokumentatsiya yozadigan odam. Это ад. Воплоти. Это весело, но тяжело. Всем советую к нам прийти, поработать с нами. Как ты относишься ко мне, то есть к SEO? К SEO я почти никак не отношусь, потому что я с вами работаю раз в миллиард лет. Ой. И то есть повезет, конечно. Спросить там, что там по картинкам, что там по вообще по технологиям, какие мы должны использовать. Только так. А так все вообще шикарно. Так чисто. Значит, ты пошутил, да? Я надеюсь, ты пошутил. Хорошо. Эмилиан, bizani middle разработчикimiz, ya'ni dasturchimiz. Сказать в основном нечего, доволен командой. Бывают интересные моменты, например, как с UI, но в целом мы довольны. Все весело, все отлично. Как будто ты подготовлен, да? Да, согласен. Я когда вижу камеру, я робот становлюсь. Его тоже многие знают в гейм-комьюнити, поэтому как вообще индустрия в Узбекистане? Тяжело, но мы стараемся. Тяжело, но потихоньку все больше приходит компаний, все больше приходит
инвесторов, и это не может не радовать. По крайней мере, появляется много паблишеров. Вот. Это очень довольно-таки меня радует. После геймфеста, да? После геймфеста. Это тоже наш разработчик из всех компаний, что я знаю в Узбекистане. Это самое такое адекватное, ну, по крайней мере, во всех, в которых я бывал. Вот, компания тут довольно дружная и большая, самое главное, для геймдева. Отлично. Umid Malikov eng ko'p gap eshitadigan va eng ko'p ish qiladigan odam razraботчик. Odam. 3 yildan beri ancha ko'p ishlar olib borildi. Именно aytikdan kelib turib UZKgacha ko'tarildi, talent bridge ochildi, to'g'rimi? Endi shundan kelib chiqqan holda ancha rivojlanish katta O'zbekistonda game bo'yicha va rivojlanish bo'laveradi xudo xolasa. Yaxshi niyat qilib qolamiz. Shundan o'sish bo'yicha game dev. Agar Unity'da ishlasanglar, Prefab'da ishlanglar. Eng katta problema. Ko'proq o'yin o'ynanglar. Mana sizlarga maslahatim. Voy, Gap yo'q. Xo'p, qizlarimiz ikkida kartinalar yaratishadi, vizual bo'yicha ishlashadi va 3 modellarni ham yaratishadi. Hikmatullo, shu joyda savol ham berib o'ting. Bu soha qizlar uchun murakkab, qiyin, qilolmaydi qizlar deyishadi. O'zi qanchalik qiyin? Qizlar uchun osonmi? Misol uchun ishlayman degan qizlar ko'rayotgan bo'lsa, yo'q, bu soha bizga to'g'ri kelmas ekan degan so'zni aytmasliklari uchun qanaqa fikr bera olasiz? Ha, Qizlar deydigan bo'lsak, qizlar o'zimiz chiroyli nimadirlarga yasashni yaxshi ko'ramiz, vid berishni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun qiziqish ko'proq bo'ladi, shunga yengilroq deb o'ylayman. Yengilrog'i? Qizlar ko'p savol beradi-da. Misol uchun o'yin yaratish qizlar uchun dahshatli. O'g'il bola ko'p ishlaydi, qizlar ishlolmaydi deyishadi. Yo, endi hamma narsani birinchi boshlaganda qiyin bo'ladi, qo'rqinchli bo'ladi, lekin уже kirishib ishga o'rganib ketgandan keyin уже yengil bo'lib qoladi. Ana, sizlar ham bu yo'nalishda ishlashinglar, o'qishinglar mumkin va yana mayli, balki shaxsiy savoldir, moddiy taraflama o'zingizni qanchalik eplay olasiz? Finansiy. Finansiy opitim hozir bor bo'lgancha и xohishim rost bo'lgani uchun menda yaxshi oylik. Yaxshi oylik. Mayli, qolganini aytmaymiz. Muhimi yaxshi, zo'r. Sizda qanaqa? Ishlash qiyinmi, osonmi? O'rganamiz, o'rgatishadi, ustozlarimiz bor. Bir nimani bilmasak, har doim kollegalarimiz bizga yordam berishga intilishadi. Shuning uchun hammasi yaxshi. Zo'r. почти nol bo'lib kelgan odam, ya'ni boya aytib o'tdik, o'qitish bilan ham shug'ullanamiz deb, o'zimizga o'zimiz kadr chiqarmasak, O'zbekistonda kadr yo'q. Kichkina reklama creativetech.uz saytidan o'tib, bepul ta'lim olishingiz mumkin. Mana shu bolalarga o'xshab. Noldan kelgan, почти noldan, ozgina bilardingiz o'zingiz, to'g'rimi? Kichkina Bazaviy bilardilar va mana shu kelib 2 yil davomida ishlab, уже yosh bo'lishiga qaramasdan ancha tajriba orttirib, moddiy taraflama ham normal ko'tarildingiz menimcha. Shunaqa. Boshida game devga o'zi kelib ishlayotganda to'g'risini aytaman, O'zbekistonda game dev rivojlanishiga shubhalanardim, lekin bu yerga jarayonlarni ko'rib, rivojlanishlarni ko'rib, men game festival yaqinlarda o'shalarni ko'rib, keyin fikrim o'zgardi ancha. Keyin shu game dev ham O'zbekistonda ancha rivojlanishi mumkinligiga amin bo'ldim. Keyin o'shani hozir ko'rib ko'ryapman jarayondaman. Chunki ishonaman, yana 1-2 yilda Xudo xohlasa ancha bir o'sishlar bo'ladi. Muzaffar yaqinda keldilar, boya aytib o'tdik, game jam o'tkazdik. Shundan hunting ham qilamiz, ya'ni yaxshi razraботчикlarni o'zimizga olishga harakat qilamiz. Chunki proyektlar ko'p, ishlar ko'p. Shuning uchun o'zingizni tanishtirib, shu game dev bo'yicha nima fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz. Здравствуйте, меня зовут Музафар. Что хочу сказать насчет геймдева. Во-первых, геймдев гораздо сложнее, чем кажется. Любой, кто начинает, должен понимать о том,
чтобы создать даже маленькую игру, уходит просто невероятное количество усилий. Поэтому, если вы хотите пойти в геймдев, то будьте готовы к этому. Как-то так. Но сложности всегда везде есть. Хоп. Максим. Это тоже наш новый разработчик, senior разработчик по C-Sharp и Unity. Вы тоже можете сказать пару слов по геймдеву, по индустрии вообще в Узбекистане? Ну, последние годы ситуация, на мой взгляд, значительно улучшилась, потому что сейчас проводятся различные фестивали, мероприятия. Вот. Еще пару лет назад этого даже и близко, наверное, не было. Только какие-то небольшие совсем Конкурсы. Да. Вот геймджемы были, Акмаль устраивал, я знаю. Вот. Ну, когда я только начинал, мне это все казалось невозможным, потому что 2020-2018 год тогда был, и в Узбекистане очень тяжело было начать, потому что образования нет, опыта нет, индустрия никак не развивалась в то время. Сейчас уже попроще, сейчас уже получше. Bizani senior game dizaynerimiz Rossiyadan kelganlar, ya'ni tajribalari kuchli. O'zlarini tajribalarini hozir shu O'zbekistonda bizani komandaga ulashyaptilar. Я уже в Узбекистане с Нового года. За эти полных 5 месяцев я вижу большой рост индустрии, вижу интерес государства к этой отрасли. Единственное, есть, конечно, недостаток в кадрах, то есть нужен именно рост людей во всех направлениях, не только как программистов, но и дизайнеров, художников. Вот. Очень большое будущее у индустрии в Узбекистане в ближайшем будущем, я вижу. Diyor Ikromov, bular ham Polshada tajriba olib kelganlar. Hozirgi kunda bitta milliy o'yin va Urugvay bilan совместный, ya'ni birgalikda o'yin qilyapmiz. Shularni razработчик, ya'ni angliskiy tilda, ingliz tilida ham bemalol gaplashib, o'sha Urugvaydagi game assotsiatsiyani rahbari bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashib, ularni razработчиклari bilan gaplashib, birga o'yin qilishyapti. 5 yildan beri ishlab kelyapman. 21-yilda boshlaganman. Lekin kuzatib kelishim, hali 19-20-yillardan boshlangan. Juda ham xursandman, chunki bu paytga taqqoslasa, вообще paytlarda bizda game dev nima deb yuradigan odamlar edi. Hozir bo'lsa, o'zi hammada qiziqish paydo bo'ldi. Game dev bizda ancha kattaroq qadamlar bilan rivojlanyapti. Menga juda ham xursandman. Ko'p studiyalar ochilyapti, yangi studiyalar kelyapti. Bolalar ham juda ham qiziqishyapti. Juda ham chotki. Urugvay bilan ishlashlarimizda menga ham juda ham yoqadi. Bu ham o'zim uchun zo'r experience. Maza qilib o'tdagi razработчиклар bilan nafaqat gaplashish, balkida ular bilan tajriba almashishimiz ham va ular qanaqa ishlashadi, ularning standartlari qanaqa, dunyo shu qanaqa rivojlanishiga ko'rish, dunyo bu narsalarga qanaqa qarashni ancha qiziqarli qilib o'rganamiz. Хорошо. Qisqacha dasturchilarimiz bilan tanishib oldik. Ularning fikrini eshitdik. Ya'ni bitta gap oldinga nisbatan hozir o'yin industriyasi juda ham zo'r rivojlanyapti. Uzbekistan Creative Association a'zosi sifatida a'zolik sizga nimalarni taqdim etdi? Eng muhim savol, shu savolingizga kutayotgandim. O'zbekiston Creative Assotsiatsiyasi juda ko'p imkoniyat berdi. Ya'ni biz kichkina studiya bo'ladigan bo'lsak, ularning tarkibiga kirganimizdan keyin imkoniyatlar darajasi juda kattalashdi. Ya'ni o'zlari aytayotdilar, mana Urugvay bilan ishlashga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni Urugvayga chiqib Urugvay bilan birga ishlash ham juda qiyin narsa. Creative Assotsiatsiya shunga yordam beryapti. Festivallarda, ya'ni o'zimizni stend bilan turishimiz, chet el mehmonlari bilan gaplashishimiz,
B2B встречalar qilishimiz, pitch sessiyalarida qatnashishimizga ham yordam beradi. Ya'ni nima deydi? Bizani yanada tajribaliroq, yanada kuchliroq qilishga yordam beryapti O'zbekiston kreativ assotsiatsiyasi. Qisqa qilib aytganda, mahalliy studiyalarni global marketga, ya'ni chet elga olib chiqishga juda ham katta yordam. Bu narsasiz hech qaysi kompaniya, hech qaysi studiya, hech qaysi razработчик rivojlanmaydi. Urugvay bilan hamkorlikni ham aynan kreativ assotsiatsiya tomonidan amalga oshirdik. Studiya sifatida sizlar ham Uzbekistan Creative Association'ga a'zo bo'lishingiz mumkin va sizlarni mahalliy bozordan xalqaro bozorga olib chiqishga ko'maklashamiz. Davom etamiz. Komanda yig'ishgacha qanaqa jarayon bo'ldi? Misol uchun sizni ambitsiyangizni, sizni missiyangizni tushunadigan komanda bo'lishi juda ham muhim. Komanda bilan oldin ishlab ko'rmaganman, chunki o'zim shu boshida IT Investment Center degan kompaniya bor edi, Abduvali Haydarov rahbarligida. Shularga kelganman va o'zim o'yin yaratuvchi bo'lib yurdim. Ya'ni butun boshli kompaniyada hamma umuman boshqa sohada, masalan, marketing bor, IT yo'nalishi bor, o'sha sayt yaratadigan bolalar o'tirardi, eksport yo'nalishi bor, boshqa o'yin yaratuvchi yo'q. Ya'ni menda единомышленник, ya'ni birga fikrlaydigan odamim yo'q. Как будто to'dada kerak emas odam bo'ladi-ku, o'shanaqa bo'lib qolgandek his qilganman boshida. Ya'ni hech kim yo'q. Bitta shu Abdulla akadan tashqari hech kim tushunmaydi. Mana o'yin nima o'zi, o'yin yaratadigan deganda o'sha kompyuterxonaga borib Counter Strike o'ynaydigan narsa tushunilardi. Shu bilan o'zim bir ikkita milliy o'yin yaratib ko'rdim. Turizm bo'yicha, o'qitish bo'yicha. Abdulla aka aytdilar, что bo'ldi, komanda tuz o'zingga va studiya yaratamiz va shu sohani O'zbekistonda rivojlantiramiz. Chunki ular ham ishonganlar, что bu soha rivojlanib ketadi O'zbekistonga. Davlat ham e'tibor qaratadi, yoshlarimiz ham e'tibor qaratadi. Chunki men boshlaganimda ota-onam bilan juda ko'p urushganman. Bu sohada sen ishlolmaysan, bu soha rivojlanmaydi, ertaga oilangni boqishing kerak. Endi erkak kishilar hammada bo'ladigan narsa, ertaga oila boqish kerak. Qatdandir pul topish kerak. Haligacha menda qo'rquv bo'ladi. Misol uchun agar farzandim game developer bo'laman desa, menda ham qo'rquv uyg'onadi, chunki hali bozorni egallamagan soha. Ya'ni ish yo'q, ish o'rni yo'q. Qanaqa pul topasiz? Как minimum oylik olib o'tirishingiz kerak qatdandir. Shunaqa qo'rquv bo'lgan ota-onamda ham, lekin shu yo'q, rivojlanadi deb talashib kelganman. Va birinchi komanda yaratganim 4 kishidan iborat bo'lgan. Meni o'zimdan ham kuchli bolalar kelgan u paytda va o'sha komanda yaratib turib bir oy ichida erisha olmaydigan orzuga erishganmiz. Qanaqa bo'lgan u orzu? Nima bo'lgan? Ya'ni men o'sha o'zim ishlab yurganimda Instagramda chiqadigan reklama videolar bor-ku, o'yinlarning videolar. Shu narsalarga qiziqardim. Qachon shunaqa kichkina o'yin yaratish kerak, shu sohadan ketish kerak, shu janrdan ketish kerak. O'z o'yinda juda ham ko'p janr bor. Eng oddiy qilib aytadigan bo'lsam, otishma janri. U oddiymi shunda? Ya'ni tushunarli demoqchiman, tushunarli bo'lishi uchun. Shooter janri bor, ya'ni faqat otishma bo'ladi. Horror janri bor, qo'rqinchli o'yinlar. Mana shunaqa janrlardan ko'p. Va kazualniy janr tanlaganman. U tez o'yin yaratib, tez global marketga chiqarib turib, pul topsa bo'ladi. Va Voodoo degan kompaniya bo'lgan. Hozir aytadigan bo'lsam, o'sha unchalik nima deydi? Qiziqish yoki ambitsiya yoki qanaqadir wow effekt yo'q, chunki u narsaga erishib bo'lar ekan. Yo'q. O'sha payti Voodoo deyishsa, men ushalib bo'lmaydigan orzu bo'ladi-ku. Voodoo haqida ma'lumot berib o'ting. Voodoo Fransiyani kompaniyasi o'yin yaratish bo'yicha, kazualniy o'yin yaratish bo'yicha dunyoda mobil o'yinlar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda turadigan kompaniya. Birinchi o'rinda turadigan
orzu qilardim shu kompaniya bilan ishlashni yoki хотя бы qaysidir odami bilan ko'rishib, хотя бы просто qo'l berishib ko'rib yoki Zoomda qanaqadir maslahat olishni. Komanda yig'ildi, o'yinlar qilindi, shularga mos, ya'ni ular publisher sifatida ham ishlaydi, nashriyotchi. O'yiningizni oladi va o'zining tajribasi bilan global marketga olib chiqadi. Biz O'zbekistondamiz, O'zbekistonni hech kim tanimaydi u payt. Va onlayn o'yinlarni yubordik ularga. Natija qanaqa bo'ldi, qiziq? Bir oy 3-dekabrda boshlagan bo'lsak, 23-yil 3-dekabrda boshlagan bo'lsak, 28-dekabrda emaildan ответ kelyapti. Sizlarni potensialinglar bor ekan, давайте yangi yildan keyin bitta Zoom qilib olamiz. Oy. Ya'ni ответ kelyapti ulardan. U darajada ham nima deydi? O'ylamaganmiz, что ответ keladi. Просто umid qilib, orzu qilib yuborib o'tirganmiz. Aynan qanaqa janrdagi o'yin dedingiz? Casual. Casualniy, casual janr bo'ladi. Hybrid casual, hyper casual degan janrlar bor. O'sha janrlarda ishlaydigan publisher. Hozir ham ular bilan ishlayapsizlar. Hozir ham ular bilan ishlaymiz. 8-aprelda o'sha yangi yildan keyin Zoom qilib oldik, ko'rishdik, ular maslahat berdi. Keyin 8-aprelda kontrakt tuzdik, ya'ni anglashuv kontrakti deyiladi. Publisher sifatida ishlaydigan bo'ldi. O'rta Osiyodagi birinchi kontrakt bizaniki. Vodo bilan O'rta Osiyodagi birinchi kontrakt Hikmatilla Alloberganov va uning komandasi bilan bo'lgan. Abduvali aka ham juda ham ko'p Abduvali Haydarov yordam berganlar bu bo'yicha. Ya'ni tasavvur qilasizmi? Komanda yaratildi. Komanda hozir studiya yaratib turib, kompaniya yaratib turib 1-2 yillab ishlashadi bolalar. Bir oyda ответ kelyapti, 2-3 oydan keyin kontrakt bo'lyapti O'rta Osiyoda. Ya'ni orzuga erishildi. Blogerlarimiz gap borku, orzular orzuligicha qolmaydi degan. Qolmaydi. Shunaqa narsa rostdan ham bor ekan. Mana hozir qarang, yangi o'yinlar uchun dohiyona rejalar qanaqa paydo bo'ladi sizlarda? Qaysi vaqtda? Misol uchun ko'pchilik ijodkorlarda tungi payt deyishadi, chunki miya dam oladigan vaqt, qorong'ulikda hamma o'y fikrlarini joy-joyiga qo'yib oladi. Publisherlarda qanaqa, misol uchun o'yin yaratuvchilarda? O'yin yaratuvchilarda ham почти что shunaqa randomniy payt, любой vaqt там просто koridorda yurib ketayotganingizda ham ideya kelib qolishi mumkin. Nimadir ko'rasiz. Hamma ishingizni tashlab birdan kompyuter olib yugurasizmi? Da, u ideyani yozib olish kerak. Chunki ideyani o'sha qizigan paytda yozib olmasangiz yoki unutaverasiz, yoki o'sha paytda kelgan ideyani просто ideya kelmaydi, dальше uni развитияsi ham keladi. Ya'ni dальше qanaqa olib ketasiz? Boya aytdim-ku, fantaziyasi kuchli bo'ladi. O'shani уже keldimi sразу yozib olish kerak, chunki esdan chiqib ketadi. Yuqorida aytgandingiz, bolalar kontent markazi bilan birgalikda hamkorlikda ishlayapmiz deb, ular uchun qanaqa mahsulot yaratib beryapsizlar? Hozirgi kunda bitta o'yinimiz bor, moliyaviy savodxonlik bo'yicha. Ya'ni bolalar o'sha yosh paytidan pul ishlatishni o'rganishadi. Sodda qilib aytganda, pulni nima deydi? 20 yoshga, 25 yoshga chiqib, mana biz ham hali qanchalik to'g'ri pul ishlatishni bilmaymiz. Moliyaviy savodxonlik uncha zo'r emas. Lekin qanaqa moliyaviy savodxonlikni o'rgatmoqchisiz o'yin bilan? Yo'q, bu narsani o'zini kitoblari bor, bu narsani o'zimiz birinchi o'rganib chiqib, keyin o'yinga qo'shyapmiz. Aytmoqchi bo'lganim, bola yosh paytidan shu narsani o'rganib kelsa, o'yin ichida investitsiya qilsa bo'ladi. Ya'ni investitsiya nimaligini o'rgatamiz. Pul qatga ishlatilishini o'rgatamiz. Bank bilan qanaqa взаимодействиялari bor, bank mahsulotlari bilan qanaqa ishlashni o'rgatamiz. Soliqlarni qo'shganmiz, soliq qo'mitasi bilan hamkorlikda. Qanaqa soliqlar bor o'zi O'zbekistonda, kim qanaqa to'laydi, shunaqa jihatlar bilan ijtimoiy o'yin ekanda. Ha, ijtimoiy o'yin. Ya'ni prosta grup aytadigan bo'lsak, PUBG o'ynab o'tirmaydi, degradatsiya qilmaydi-da. Bolalar rivojlanadi.
misol uchun hozir mana Game Pass doirasida 36 soat ichida o'yin yaratishganiga guvoh bo'ldik. 36 soat ichida o'zi zo'r, idealniy o'yin yaratish mumkinmi? Idealniy o'yin hech qachon bo'lmaydi. Lekin zo'r o'yinlar kelib tushdi Game Jam'larni. Rekord qo'ydik bu safar. 300 ta odam qatnashishi bu va bunaqa priz, ya'ni o'sha pulli mukofotlar qo'yilishi O'rta Osiyoda bo'lmagan. Ya'ni rekordlarni urib kelyapmiz. Bu yilgisi undan ham kuchli va katta masshtabda bo'lishiga ishonchim komil. Aynan sizga imkoniyat bersak, misol uchun bizaga Marvel o'yinini yaratib ber yoki bo'lmasa Spider-Man o'yinini yaratib ber desak, o'zbekcha talqinda qanday qahramonlardan foydalangan bo'lardingiz? O'zbekcha qahramonlarni endi yaratyapmiz. Hozircha hali yaratmagansiz. Nima deydi, siz aytganingizdek, misol keltirganingizdek Spider-Man yoki Железный человек yoki Hulk kabi nima deydi, supergiroylarimiz yo'q. Endi chiqyapti. Yaqinda ko'rgan bo'lsangiz, Sehrlandiya multfilmi chiqdi. 4 ta qahramon bilan shu qahramonlarni endi rivojlantiradigan bo'lsak, bolalarimizga ko'proq tanitadigan bo'lsak, shular orqali yaratsa bo'ladi. Lekin tarixiy shaxslarimiz bor-ku. Ular bilan ham yaratsa bo'ladi, lekin уже tarixiy nima deydi, hurmatga ega bo'lgan shaxslarimizni unaqa ko'ngilochar narsaga aylantirib olsak emassiz. Ha, u как будто bir behurmatsizlik bo'lib qolishi mumkin. Masalan, Ibn Sinoni Spider-Man ko'rinishida yo'q, unaqa ma'noda aytmadim. Misol uchun tarixiy o'yin yaratdingiz, Amir Temur shaxsi bor, Jaloliddin Manguberdi qilich ko'targan holatda dushmanga ayovsiz qarshi jang olib borayotgan holatlarni olib chiqish uchun qancha muddat ketadi? Aytib bo'lmaydi. Mana shunaqa savol berishganda o'zi g'alati bo'laman, chunki men sizga aytaman, uy qurib bering deyman. Qancha vaqt qurib berasiz uyni? Bilmayman. Ana. Chunki shamoli bor, yomg'iri bor, nechta etaj bo'lishi kerak, nechta xona bo'lishi kerak. Shu narsalarga bog'liq. Masalan, menga ham ko'p zakazlar keladi. Menga o'yin qilib ber, menga bu qilib ber, u qilib ber, lekin ichini bilmaydi o'zi. Siz qilib berasiz, lekin unga yoqmaydi. Shuning uchun TZ degan narsa bor, texnическое задание. Har bitta yo'nalishda, nafaqat o'yin sanoatida, balki любой IT sohasida shu TZ bilan birga yurgan yaxshi. Mana O'zbekiston Creative Association tashkiloti a'zosi sifatida qanday fikr bera olasizki, o'zbek developerlari qachon Steamning top reytinglarida yuqori o'rinlarni egallaydi? Misol uchun bittasi Windrose bo'ldi. Ha, Windrose hozir hate bo'lishi mumkin. Ochiqcha aytaveraman. Ular menimcha boshqa davlatda o'tirishibdi, O'zbekistonda emas. O'zbek developerlarimiz shunaqami? Shuning uchun O'zbekiston uchun zo'r PR bo'ldi. O'zbek nomini chiqarishdi. Bu juda ham katta narsa aslida. Lekin именно местный lokalniy developer, dasturchi deb qarash sal noto'g'ri. Chunki ular O'zbekistonda o'tirishgani yo'q, boshqa davlatda menimcha o'tirib, shu o'yinni taxminan 5-6 yil davomida yaratishgan ular. O'zbeklar yaratganmi, nima deb o'ylaysiz? O'zbeklar yaratganmi? Yo'q. O'zbeklar Shu yaratmaganmi? qo'shni davlatlarimizdan Belorussiya, Rossiya, Kipr davlatlaridan komanda yig'ilib yaratishgan. Tungi soat 3 kod ishlamayapti. Siz qaysi bosqichdasiz? A. Kompyuterni urib sindirish, yig'lab yuborish, ertaga ko'ramiz deb uxlash. Menimcha kompyuterni sindirish. Chunki uxlab bo'lmaydi. O'zi bizda shunaqa narsa bo'lgan, bu narsani ham aytib ketdik. Komanda bo'yicha so'ragandingiz. 3 oy ofisda yashab bitta o'yin yaratdik va uni keyingi bosqichlari ham ketyapti. Hali ommaga chiqarmadik o'yinni. Shu ofisda yotib qolib, shu ofisda yashab ishlaganmiz.
Ya'ni xuddi shunaqa holat bo'lgan. Soat 3da Sindirganmisizlar kompyuter? bitta klaviatura sindirganmiz. Uy, mayli klaviatura ekan. Kompyuter sindirmaydi, lekin uning ichida qancha ma'lumot bor. Agar O'zbekistonda mustaqil o'yin yaratish jarayonini bitta milliy taom bilan ta'riflasak, u qaysi taom bo'lardi? Eng ko'p masalliq solinadigan taom nima? Oshmi? Eng ko'p, menimcha osh nisbatan Masalliq, ko'proq. unda osh. Osh. Da, chunki o'yinda juda ham ko'p yo'nalishlari bor o'zini. Tushunarli. O'zingiz yaratgan o'yin ichida 24 soat qamalib qolishga majbursiz. Jon saqlash uchun xaritaning qaysi nuqtasida o'zingizni yashirin, xavfsiz hududda ko'rgan bo'lardingiz? Misol uchun Boyotada. Xavfsiz hudud bo'lsa o'sha yerda Xavfsiz hudud bormi o'zi? Eng xavfsiz hudud qayer? Uymi? Boyotada? Kam pul ishlatasiz? ha. Uy, demak uyda qolasiz. Kodingizda qandaydir dahshatli xatolik chiqdi va uni 5 soat qidirib oxiri ortiqcha virgul yoki nuqtali virgul sababli ekanini bildingiz. O'sha soniyada ichingizdan o'tgan tuyg'uni qanday tovush bilan ta'riflagan bo'lardingiz? deyiladi. Keyingisi, agar o'yinchilar siz yaratgan o'yinni pul to'lab emas, ko'chirma variantda tekinga yuklab olib o'ynashayotganini ko'rsangiz, ularga qanday jazo qo'llagan bo'lardingiz? Shunaqa imkoniyat berilsa. Steamga yoki Play Marketga yoki App Store'ga dostupini olib qo'yardim. Qattiq jazo. Tasavvur qiling, sizga sehrli imkoniyat berildi. Kod yozayotganingizda kompyuter sichqonchasi yoki klaviaturasi o'rniga o'zbekcha duo yoki sehrli so'zlarni ishlatib kodni to'g'rilab yuborishingiz mumkin. Qaysi ibora kodingizni ishlatib yuborgan bo'lardi? O'zbekchaga qiynalolman, balkim adabicha oladigan bo'lsak, olg'a so'zi. Olg'a. Ruschada Ishlatib yuborish. Davay. Agar kodingizda buglar, hasharot bo'lib, xonangizda paydo bo'lsa, ularni qaysi qurol bilan o'ldirgan bo'lardingiz? Hammasini bitta-bitta o'ldirib o'tirishga erinaman, o'shaning uchun qanaqadir kattaroq lazer yoki blaster bilan hammasini o'ldirib tashlagan bo'lardim. Talent Bridge rahbari sifatida yosh dasturchilarga qanaqa maslahat berasiz? To'xtab qolmanglar, astoydil o'zingizlarni tanlagan sohalarda turinglar. Bu soha garantированно rivojlanadi, уже garantированно rivojlanadi, uni aytsa bo'ladi. Chunki davlat e'tibor qaratyapti bu narsaga. Yana bir muhim savol, agar o'yiningizni reklama qilish uchun sizga bor yo'g'i 3 ta so'z berilsa, gamerlarni jalb qilish uchun nima degan bo'lardingiz? Birinchisi free to play aytsak bo'ladi, chunki tekin o'yinni ko'p odam o'ynab ko'rgisi keladi va uni ichida nimadir sotsa bo'ladi. Game developer sifatida qanchalik o'z o'rnini topa oldi va keyingi qadamlar qanday bo'ladi? O'rnimni topdim deb o'ylayman. Ya'ni men bu darajada o'yin sanoati rivojlanishini va juda ko'pchilik odam tanishini bilmagandim boshida boshlayotganimda. Juda ham zo'r burishlar bo'ldi, zo'r ko'tarilishlar bo'ldi. Buning uchun ustozlarga rahmat. Birinchi Alisher Ahmedov, ikkinchisi Abduvali Haydarov. Keyingi qadamlar yanada ko'proq o'yinlar, milliy o'yinlar, ya'ni milliy deganda milliy kontentni global marketga olib chiqadigan. Ya'ni boya aytganingizdek, Amir Temur haqida o'yin yaratib turib, butun dunyoni tanitsa bo'ladi shu narsa orqali. Butunlay milliy emas, milliy jihatlari bor o'yinlar yaratib, bu sohani yanada ko'proq rivojlantirib, dasturchilarni ishonchini oqlab, bozorni kattalashtirish. Omad tilaymiz. Aytgancha siz dars berasiz, game yo'nalishi bo'yicha, game bo'yicha. Game bo'yicha nima bo'lsa shuni qilaman. Dars ham beradi bu bola. Xullas, game yo'nalishidagi eng boylardan bittasi. O'qimoqchi bo'lsangiz, murojaat qilaverasizlar. Bu sizga tekin reklama bo'ldi. Rahmat. Keyingi ishlaringizda omad, charchamang va eng asosiysi o'z aytganingizdek to'xtab qolmang. Eng yomoni to'xtab qolish harakatdan. O'sha jahon bozorini butunlay egallaydigan o'yinlarni komandangiz bilan yaratishingizni tilab qolamiz, chunki bu bizning ham yutug'imiz. Ha, rahmat kattakon. Vaqt uchun, intervyu uchun va imkoniyat uchun.
Kelgusi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.